Bloger Avaz. Bu inson juda ham sirli inson ekan. Sababi qisqa vaqt ichida bu inson haqida juda ham ko'p ma'lumotlar yetib keldi. Internetga chiqib gapirish mumkin bo'lgan ma'lumotlarni gapirib berdim. Internetga chiqarish mumkin emas bo'lgan ma'lumotlarni o'zim uchun bilib oldim, что bu inson qanaqa. Xullas, hozir bitta tanishimdan bir rasm bilan post kelib qoldi. Postda yozilishicha, bloger Avaz 2018-yildan beri Suriya davlatiga pul yuborilganligi yozilgan. Agar bu ma'lumot rost bo'ladigan bo'lsa, bu insonni qo'lidan juda ham ko'p narsalar keladi. Sababi Suriyadagi urushni adekvatni insonlar tushunib yetgan, u yerda hech qanaqa jihod degan narsa yo'q. Asosan siyosiy o'yin ketyapti. Kimdir neft talash bilan ovora, kimdir yer talash bilan ovora. Xullas, agar bu ma'lumot haqiqatdan rost bo'ladigan bo'lsa, ehsondan yigilayotgan pullar как pista po'chodek gap bo'lib qoladi. Mana bu organ oldi sotdisi degan ma'lumotlar ham haqiqatga aylanib ketib qoladi. Eng qizig'i, bu ma'lumot chiqishidan oldin qanaqadir masjidga ehson yig'ilgan, afsuski u ehsonni puli ham yo'q bo'lib ketgan. Endi bilmayman bu ma'lumot qanchalik rost, qanchalik yolg'on, lekin 3-4 yil oldin shunaqa ma'lumot ham tarqalgan ekan. Endi qolgan vaqtga tashab qo'ysak, qanchalik rost, qanchalik yolg'on vaqt ko'rsatadi.